Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi Farg'ona Mo'shna bozoridagi zinamiz beton quyish jarayoni. Hop, joyimiz haqida qisqacha ma'lumot. Balandligi 340, bunaqasiga 350. 16 santimetrdan oyoq qo'ygan stupенkalar tushgan. Sababi bu yerda bosh tegish piltani ko'p tashlab yuborishgan. Endi buni kesildi. Ozgina kesib tashlaymiz yana. 12 li Begavot armaturalari. Kimda qanaqa qiziqtirgan savollar bo'lsa, telefon nomerimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlar bo'lsa ham aytaverasizlar.